Mana qaranglar, bugun kitob o'qiyman deb shuncha kitob orasidan bitta kitob tanlab oldim. Bilmadim, odamning holatiga qarab belgi sifatida yuboriladimi kitoblar ham. Nima demoqchiman? Oxirgi paytlarda asabiylashayotgan bo'lsanglar, muammolaringiz ko'payib ketib, yechimini topolmay, qalbingiz halovat topmayotgan bo'lsa, sizlarga bitta kitob tavsiya qilaman. Deyl Karnegining kitobi Qalb halovat topmasa degan kitob. Uning ichida xitoylik bir donishmand yozgan. Eng og'ir holat bilan kelishilgan, ya'ni holatiga rozi bo'lgan taqdirdagina haqiqiy qalb osoyistaligiga erishish mumkin. Bu bilan nima demoqchiman? Har bir inson eng og'ir, eng qiyin vaziyatda ham o'z holatiga rozi bo'lib, taqdiridan rozi bo'lib, sabr qilib, kurashib, Allohga ishonsa, unda uning yechimini topadi. Yana bir gap. Insonga irodasidan ortiq sinov berilmaydi. Bu gap bilan nima demoqchiman? Har bir sinov insonga yanada kuchliroq bo'lish uchun beriladi.